Mana bu ingliz tilidagi so'z qanday o'qiladi? Tez ayting qani. Ayting. Agar siz knife degan bo'lsangiz, knife. Qanaqa knife? Bu yerda k harfi kayfiga turibdimi? Qanaqa knife? Knife. Knife deb yana britaniyaliklar aytadi. Keyingi so'z. Ma'nosi qiz bola, agar kimdir bilmasa. Ayting. Daughter. Qanaqa daughter emas, siz dota o'ynamayapsiz. Daughter. Ingliz tili kanalini yoting. Keyingi so'z. Sizga срочно kerak ana shu. Sizga срочно kerak, потому что psychology emas. Psixologu desa ham bo'ladi. Mazgini ishlating.